O'zbekistonda kuzatiladigan 3 kunlik ob-havo ma'lumoti hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Ushbu hafta davomida O'zbekiston hududi bo'yicha issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, kunduzgi havo harorati 37-40 daraja atrofida. 12-13 avgust kunlari ba'zi joylarda 41-42 darajagacha bo'ladi. Kechalari harorat asosan 21-26 daraja bo'ladi. 13-14 avgust kunlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat dushanba kuni kunduzi Toshkent viloyatida va haftaning ayrim kunlarida esa respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimolda, cho'l hududlarda va 14 avgustda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda 10 avgust kuni kunning ikkinchi yarmida shaharning ayrim joylarida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11-14 avgust kunlari havo asosan kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechalari 23-26 daraja, kunduz kunlari 37-40 daraja, 12-13 avgustda 41 darajagacha bo'ladi. Avgust oyi oxiriga kelib O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi deyilgan xabarda.